Support and resistance mavzusiga sizlar bilishinglar kerak bo'lgan yangilangan ma'lumotlarni beraman. Birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak bo'lgan bazaviy fundamental ma'lumot bor. Bu qarshilik va himoya zonasi aslida nima, qanday holatda biz uni topishimiz mumkin bo'ladi va uni turlari haqida ma'lumot beraman. Birinchi o'rinda avvalambor mana bu narx kelyapti, qaysidir narxdan orqasiga reaksiya oladigan bo'lsa qarshilik zonasi, narx kelyapti, narx mana bu joyda harakatlanyapti va qaysidir narxdan orqasiga reaksiya olish bu himoya zonasi hisoblanadi. Bu line chart ko'rinishi. Buni hozir sizlarga switchnote chartini ham chizib ko'rsatib beraman. Bozor harakatlanyapti. Bichi switch yopildi, medveji switch ochildi. Vot. Medveji switch yopildi. Bichi switch ochildi. Vot. Bu oddiy qarshilik va himoya levellari. Endi biz himoya va qarshilik levellarini aralashmasini ham bilishimiz kerak. Bozor kelyapti, harakatlanib qaysidir narxdan reaksiya oldi va bozor u narxni buzib chiqdi-da, u qarshilik zonasini obratni orqasiga qaytib kelib, mana shu joydan reaksiya olishga harakat qilyapti. Vot, mana shu narsani bilishimiz kerak va xuddi shuni teskarisi medveji holati. Vot, narx harakatlanyapti, qaysidir narxdan reaksiya oldi, himoya zonasini hosil qildi va yana qarshilik zonasini hosil qildi-da, mana bu himoya zona buzilib, obratni yana mana bu yoqqa reaksiya olyapti. Biz mana shu narsa haqida ham gaplashamiz. Birinchi holatga qaraydigan bo'lsak, narx shunchaki kelib reaksiya olishiga mana bu joyda qarshilik zonasi deb olamiz, ya'ni resistance zonasi. Mana bu joy himoya zona, support zona. Switchnote chartda mana bunaqangi holatda ko'rinadi. Bir narsaga e'tibor qilinglar, men shu paytgacha sizlarga bitta bichi va medveji switchani yopilgan, vot mana yopilgan va mana bu ochilgan narxi deyarli bir xil urovenda tursa, ana o'sha joy qarshilik zonasi deb aytganman va bu absolyutno to'g'ri. Faqat bunga yana ham aniqlik kiritamiz. Har doim biz qarshilik zonasini topayotganimizda yoki himoya zonasini topayotganimizda har doim switchani yopilgan narxiga qarashimiz kerak bo'ladi. Aynan hozirgi mana bu moment bo'yicha bichi switchani yopilgan narxi mana bu joyda, ochilgan narxi mana bu joyda, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Biz yopilgan narxiga e'tibor beramiz. Yopilgan narx qarshilik zona, medveji switchani yopilgan narxi esa mana bu joyda. Bichi va medveji switchani yopilgan, ochilgan narxi doimo bir-biriga qarama-qarshi teskari holatda bo'lgan. Buni yaqqol misoli ekranni mana bu tarafga qaranglar. Switch ochilgan payt yuqoriga harakat qilyapti. Ochilgan narxi mana bu joyda, yopilgan narxi mana bu joyda. Medveji switchani esa ochilgan narx mana bu joyda ochiladi, yopilgan narxi esa pastroqda bo'ladi. Xuddi shunday ekan, qarshilik zona mana bu yashil switchamizni yuqorisi, himoya zona esa mana bu qizil switchamizni yopilgan narxi hisoblanadi. Mana shundan biz bilib olishimiz kerak bo'ladi. Pastdagi misol bo'yicha bo'lsa, mana bu joy himoyami, vot. Switchani, medveji switchani yopilgan narxi mana bu joyda joylashtiribdi. Значит, biz mana shu medveji switchani yopilgan narxidan biz o'zimizni support zonamizni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu chap tarafdagi qarshilik va himoya zonamiz tushunarli bo'lsa, endi buni biroz murakkablashganroq variantiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa holatda? Bozordagi harakat bo'yicha strukturada ko'rib chiqamiz. Qarshilik zonamiz buzilgandan so'ng, buzilib bozor harakatlangandan so'ng bozor obratni qaytib kelishi bu joyda endi himoya zonasini o'taydi. Avval qarshilik zonasini o'tagan joy, endilikda esa himoya zonasini o'tayapti. Bunga biz rus tilida zerkalniy уровень deydi, ingliz tilida mirror level deydi, o'zbek tilida endi oyna leveli. Как будто oldin qarshilik bo'lgan, endi himoya vazifasini bajaryapti. Shunday holatda tushunishimiz mumkin. Mana bu joyda ham ikkinchi misolimizda mana bu joy himoya edi, mana bu joy qarshilik edi. Himoya zonamiz buzilyapti va yangi himoya zonamiz yaralganidan so'ng bozor obratni qaytib mana shu joyga test bergan paytda bu joy endi bizga qarshilik zonasini o'taydi. Xo'p, biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalar mana shulardan iborat. Juda ham oddiy. Поддержка va сопротивление, то есть support and resistance levellarni belgilab olish va ulardan foydalanish juda ham oddiy. Murakkablashtirish kerak emas. Hozir bu aytgan informatsiyalarimni men sizlarga grafikada ko'rsatib, real misollar bilan ko'rsatib tushuntirib beraman. Buni esa daftaringizga konspekt qilib olishingiz mumkin. Fursatdan foydalanib aytishim kerakki, kanalimga kirib ko'radigan bo'lsanglar, video bo'limiga o'tamiz.
Juda ham ko'plab informatsiyalar, ma'lumotlar topishimiz mumkin. Playlist bo'limiga o'tadigan bo'lsak, alohida mavzularga bo'lib tayyorlab qo'yganman. Bilganlar uchun takrorlash, yangilar uchun yangilik informatsiya hisobida qabul qilasizlar. E'tiborimizda TradingView platformasi How USD deb yozadigan bo'lsak, mana bu joyda juda ham ko'plab bizga kartirovkalar chiqib kelyapti. Bu joydan biz aynan mana bu Saho degan kartirovkani tanlashimiz kerak bo'ladi. Поддержка va сопротивление уровеньlarini belgilab olish uchun eng ideal kartirovkalar mana shu Saho kartirovkalarida hisoblanadi. Vot, biroz tarixga qaytamizda va qayergachadir bozorni qaytaramiz. Va bu joyda ko'rishimiz mumkin, bozor qanaqangidir harakatda davom etyapti. Oylik time frame ga olamiz birinchi o'rinda. Oylik time frame dagi levellar biz uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Eng kuchli levellar bu oylik time frame dagi va haftalik time frame dagi levellar hisoblanadi. Bu time frame dagi biz support va resistance levellarini belgilab olganimizdan so'ng, bu levellar kunlik time frame dagi va 4 soatlik time frame dagi levellarga to'g'ri kelsa eng ideal holatda bo'ladi. Ideal holatdagi levellar hisoblanadi. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Oylik time frame dagi birinchi o'rinda mana bu joy qarshilik edi. Aynan hozirgi holatda bozor buzib o'tib bo'lgan. Shunday ekan, bu joyni biz himoya level hisobida foydalanishimiz mumkin. Oylik, monthly, mirror deb qo'yaman. Oyna level, короче, birinchi сопротивление bo'lgan, keyin поддержка vazifasini o'taydi. Bunaqangi levelimiz yana mana bu joyda bor va mana bu joydagi levellarni ham belgilab olamiz. Men belgilayotgan levellarga juda ham aniqlik bilan qaranglar. Svechani aynan yopilish narxidan belgilab olyapman. Level belgilayotgan paytlarda mana bu magnitni yoqib olsanglar, ekraningizda chap tarafida turibdi magnit. Magnitni yoqib olsanglar, mana bu chiziqlarni olib borishlarga o'zi yopilgan narxiga shunda yopishtirib tortib oladi. Oylik time frame ni belgilab olganimizdan so'ng haftalik time frame ga o'tamizda. Bu time frame da ham belgilab olishimiz kerak bo'ladi va mana bu oylik time frame dagi belgilab olgan levellarimizni aynan haftalik time frame da ham kuchaytirib olishimiz kerak bo'ladi. Va buni shunchaki kuzatamiz. Vot, mana bu joyda bor. Mana bu joyni belgilab olsak, oylik time frame dagi levelimiz mana bu joyda turibdi. Значит, shunchaki davom etamiz. Vot, dalshi bozorimiz o'sib ketib qoldi. Haftalik time frame da mana bu joy qarshilik. Haftalik time frame dagi qarshilik kuzatamiz. Nima bo'lar ekan? Vot, haftalik time frame dagi qarshiligimizda mana bu reaksiyani ko'ryapsizlar, qaranglar. Aynan line chartga olsak mana bu joy 3 burchak joy va mana shu svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. Mana bu joydagi reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Hop, davom etamiz. Mana bu joyda ham поддержкamiz bor edi ekan va bu joyda ham bozor отличный reaksiya berib bo'ldi. Mana bu joyni qaranglar. Line chartga olsak, vot, ikkita 3 burchak turibdi. Bu medveji svechani, ikkita medveji svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. Mana bu svechani ko'ryapsizlar, где-то bir 50 pips atrofida даже zararimizga ham yurmagan. Undan so'ng dalshi uchishni ko'ryapmiz. Mana bu joyni kuzatamiz, nima bo'lar ekan? Vot, mana bu joydan ham bozor reaksiya beryapti. Mana bu haftalik time frame dagi qarshiligimizdan shunchaki yana dalshi kuzatamiz. Vot, unaqangi himoya zonamiz yana mana bu joyda bor va mana bu joyda bor. Mana bu pastdagi himoya levellarini o'chirib yuborsak bo'laveradi. Aynan hozirgi momentda mana bu joy qarshilik zonasi bo'lgan bir marta, endi esa поддержка vazifasini o'taydi. Vot, mana bu joyni belgilaymiz va mana bu joyni belgilab olamiz. Oylik time frame ga bir qarab qo'yamiz. Vot, oylik time frame da hammasi joyida. Kuzataylikchi, nima bo'lar ekan? Dalshi o'sdik. Hozirgi kungacha kelib qolibmiz. Uje tarixga qaytamiz ekan, uzoqroqqa qaytamiz ekan. Biz uje hozirgi kunga kelib qoldik. Qayergachadir qaytdim. Birinchi o'rinda haftalik time frame da yana ham yaxshi bo'ladi. Oylik time frame dan boshlaymiz. Levellarni belgilab olishda ochilgan, yopilgan narx mana bu joyda bor ekan. Vot, boshqa hozircha hech qanday harakat yo'q. Vot, mana bu joy qarshilik zonasi bo'ldi. Все belgiladik. Haftalik time frame uchun esa mana bu joy qarshilik zonasi. Aynan mana bu svechani yopilgan narxi. Vot, mana shu joydan dalshi davom etaylikchi. Vot, reaksiya berdi uje. Mana shu joyni o'zidan где-то bir qancha pips atrofida 346-360 pips atrofida daromad qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Reaksiya berdi. Xullas, dalshi davom etamiz. Haftalik time frame uchun hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. Bor, faqat mana bu joyda yopilgan narxlar turibdi xolos. Oyna levellarimiz bor xolos mana bu joyda. Dalshi davom etamiz. Bozor juda ham qattiq uchib ketdi.
Vot, qaranglar o'rtoqlar, mana bu joyda qarshilik zonasi bo'lsin haftalik time frame'da mana bu joy, chunki line chartga oladigan bo'lsanglar ham ko'ryapsizlar 3 burchakda bichi svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. Va pastda ochilgan yopilgan ikkita, uchta bichi svechani ketma-ket yopilgan narxi turibdi xolos. Darsda davom etamiz. Bu pastdagi mana bunaqangi levellar u qadar ham kuchli level hisoblanmaydi yoki mana bu o'rtadagi svechani yopilgan narxini o'zi u qadar ham kuchli level hisoblanmaydi. Bitta bichi, bitta medveji svechani yonma-yon ochilgan yopilgan narxi deyarli bir xil urovenda turgan levellar kuchli levellardan hisoblanadi. Mana bu joy himoya zonasi. Nega aynan u joy? Chunki line chartda ko'ryapsizlar 3 burchak holatda turibdi. Line chartda aynan haftalik time frame'dagi qaytish reaksiya mana shu narxdan bo'lgan. Bu esa mana bu medveji svechani yopilgan narxiga to'g'ri kelyapti. Bichi svechani mana bu yopilgan narxiga to'g'ri kelgan joylarni ko'rishimiz mumkin. Darsda davom etamiz. Nima bo'lar ekan? Vot, mana bu joydan darsni buzib o'tdik. Bu joy endi qarshilik zonasini bizga o'tashi kerak. Dalshi vot уже tepada yopildi, endi поддержка vazifasini o'tashi kerak. Mana bu joy medveji svechani yopilgan narxini olishimiz kerak. Tak, qiziqarli bo'lib ketdi bu yog'i. Mana bu joyni ham belgilab olamiz. Reaksiya berishi vot. Yuqoriga qanchadir reaksiya bergandan so'ng mana bu joy qarshilik. Bu o'rtoqlar yana bir narsani e'tibor beringlar. Bu haftalik time frame'dagi holat bo'yicha bu gidda bir 300-400 pips atrofida gap ketyapti bu joyda. Bozor himoya leveldan ham reaksiya beryapti, qarshilik leveldan ham reaksiya beryapti. Bu joylarni darsda davom etamiz. Tak, mana bu joy yangi himoya. Mana buni olib tashlasak ham mana bu joy qarshilikni belgilab olamiz. Buni olib tashlaymiz va mana bu joyni ham belgilab olamiz. Bozor mana shu joydan ham reaksiya berishi mumkin. Yuqori ehtimol bilan. Tak. Mana bu himoya leveldan berayotgan reaksiyasiga qaranglar o'rtoqlar. Mana bu joydagi himoya leveldan olayotgan reaksiyasi. Xuddi shunaqa reaksiya men mana bu narxdan ham kutyapman, mana bu joydan ham berishi mumkin. Yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Doimo yangi ishlatilmagan sveji levellardan qancha yaxshi, ya'ni ishlatilmagan biror marta bozor bormagan narx bo'lsa, u joy shunchalik yaxshi ishlaydi. Aynan mana bu joydagi qarshilik shular sirasiga kiradi. Mana bu joydagi qarshilik bo'lsa, qaranglar, line chartda turibdi. Bu joydan ham bozor normalniy reaksiya olgan. Mana bu svechani ko'ryapsizlar. Vot. Mana bu aytgan levelimdan bozor отличный reaksiya qilib beri ko'ryapsizlar. Mana bu joydagi levelda. Всё, bu joydagi level bir marta ishlab bo'ldi. Endi yangi joyga ko'chiramiz. Mana bu joy yangi qarshilik zonasi men uchun. Mana bu bichi svechani yopilgan narxi. Va bunaqangi joy hozircha boshqa yo'q. Mana buni ham o'chirib tashlasak bo'ladi. Hozir himoya leveldamiz. Agar bu himoya leveldan buzib pastga yopiladigan bo'lsa, ketdik, dash keyingi himoya levelga tushamiz. Buzolmaydigan bo'lsa, dash obratno orqaga ko'tarilishimiz kerak bo'ladi. Vot, ko'tariladi уже. Reaksiya berdi. Mana bu joyda reaksiyani keraklicha reaksiya oldik. Buzib o'tdi, dash keyingi himoya zonasigacha qulashimiz mumkin. Vot, mana bu belgilab qo'ygan levellarimni ko'ryapsizlar o'rtoqlar. Aynan mana shu joydan reaksiya beryapti bozor. Bu level ham bir marta ishlab bo'ldi. Всё, haftalik time frame'da mana bu joyga yangi joyga olamiz. Mana bu levelni esa gidda bir mana bu atrofga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Nimaga aynan bu joyga qo'yapman? Chunki line chartga oladigan bo'lsak, bukilgan joylar bor. Ya'ni demoqchiman, svecha tushyapti. Medveji svecha va keyingi svecha aynan mana shu joyda tushgandan so'ng ochilgan, yopilgan narx biroz oldin aytib o'tganimdek oyna levelga to'g'ri keladi, qulayapti, tushyapti. Vot, mana bunaqangi levelga to'g'ri kelgani uchun bu joyni ham qarshilik sifatida belgilab olishimiz mumkin. Aynan mana bu o'rtada ikkita belgilagan joyimi. Vot, darsda davom etamiz. Vot, birinchi levelga keldi. U yerda reaksiyani ko'rdik mana. Reaksiya bo'ldi уже. 400 pips atrofida ko'ramiz. Keyingi levelimizga ham bordi. U joydan ham reaksiya berdi bozor. Отлично, juda gap so'z yo'q. Yaxshi, davom etamiz. Vot, mana bu joyni aytdim-ku, qarshilikda ko'rdinglar, bu joydan ham reaksiya berdi bozor. Всё. Bu joylarni olib tashlaymizda. Hamma belgilangan urovlardan bozor reaksiyani juda ham go'zal holatda beryapti. Keyingi reaksiyani bozor yuqori ehtimol bilan mana bu levelda berish kerak bo'ladi. Va mana bu joyni ham belgilab olaman. Oldin qarshilik vazifasini o'tagan, endi esa himoya vazifasini o'tashi kerak. Afsuski o'tamadi, хорошо, lekin mana bu joydagi levelimiz o'tadi. Orada o'xshamay qolgan joyi ham bo'ladi albatta. Bu joyda stop loss yegan bo'lardik. Lekin mana bu joy уже reaksiyani berdi. Levelni o'zgartiramiz. Himoya zonasi bu yoqqa. Vot. Mana bu levelni olib tashlasak bo'laveradi o'rtadagini.
Mana bu pastdagi himoya levelimizga keldi. Vot, mana bu joydagi reaksiyani ko'ryapsizlarmi? O'rtoqlar qaranglar, где-то bir qanchadir pips atrofda. Line chartga olsak, vot. E'tibor beringlar. Mana bu ko'rsatayotgan paytimda qaysi joydan o'ta go'zal ishlayapti, chiroyli ishlayapti, qaysi joydan unchalik ishlamayapti. Unga ko'ra o'zingizlarda daftarlarga yozib olishinglar mumkin yoki e'tiborlarga olib qo'yishinglar mumkin. Xo'p, darsda davom etamiz. Men o'ylashim bo'yicha mana bu joydan bozor juda ham chiroyli reaksiya berishi kerak, chunki line chartga oladigan bo'lsak, aynan mana shu joy qarshilik zonasi hisoblanadi. E'tibor beringlar, men bu medveji svechani ochilgan narxidan olmayapman, bichi svechani yopilgan narxidan olyapman. Mana bu joyda qarshilik zonamiz ishlab bo'lgan, shuning uchun bu joyni o'chirib yuborsak bo'laveradi. Va mana bu joydan ham kichkina time frame'da reaksiya berish ehtimoli yo'q emas. Mana bu joy yangi himoya, mana bu joyni o'chirib tashlasak bo'laveradi. Vot, mana bu joyni qaranglar, mana bu joyni go'zalligini qaranglar o'rtoqlar. Vot, mana bu joyni aytdim, belgilab oldim. O'ta go'zal reaksiya beryapti bozor, o'ta go'zal. Prям snayperskiy vxod bo'ladi bu joydan agar kiradigan bo'lsanglar ham. Juda ham ko'p snayperskiy vxodlar sodir bo'lmoqda. Tak, mana bu levelimiz bir marta ishlab bo'lganligi uchun, vot, mana bu joyda bir marta ishlab bo'lgan, shuning uchun bu joyni o'chirib tashladim. Unaqa levellardan yana mana bu joyda bor. Medveji svechani yopilgan narxi. Va mana bu joyni где-то bir kak himoya vazifasida ko'rishimiz mumkin, lekin u qadar kuchli levelga o'xshamayapti. U qadar kuchli level emas, to есть mana bu joy lekin kuchli level hisoblanadi. Agar bozor bu yoqqa qulaydigan bo'lsa ham, mana bu joydan reaksiya beradi degan fikrdaman, darsh ko'ramiz. Yo'q, bozor u yoqqa qulamadi. Mana bu поддержка o'zini oqladi va mana bu joyga yangi поддержка qo'yamiz. Bozor mana bu joyga kelganda reaksiya berish ehtimoli juda ham yuqori. Mana buni o'chirib yuborsak bo'laveradi, chunki reaksiya berib bo'lgan. Mana bu joydan bozor reaksiya berish ehtimoli bor. Yo'q, darsh tushdik, quladik. Vot, qaranglar o'rtoqlar. Mana bu himoyani mana bu joyga ko'chiramiz. Kuchli reaksiyani men mana bu aynan mana bu asosiy leveldan kutyapman. Agar qulaydigan bo'lsak. Darsh nima bo'ldi? Vot, qaranglar. Где-то bir 93 pips atrofda bizni zararimizga yurgan, lekin 300 pips atrofda daromadimizga yurib beryapti. Darsh davom etsak, vot, mana bu joyda levelimiz ham reaksiya beryapti, ko'ryapmiz. Ketdi, u joy buzildi darshi. Tak, darsh davom etamiz. Mana bu levelni mana bu joyga ko'chiraman, chunki bichi svechani yopilgan narxi aynan mana shu joyda. Line chartga shunday olsak, mana 3 burchak bo'lib qolgan. Va aynan unaqangi 3 burchak joy mana bu joyda joylashib turibdi. Vot, qaranglar. Bozor aynan hozirgi holatda mana bu joyga qaytib ko'tarilsa, mana shu joydan reaksiya berishi mumkin va mana bu joydan reaksiya berishi mumkin. Ehtimol juda yuqori. No, vot. Mana bu joyda qo'shimcha pastdagi time frame'dagi supportimizdan tak nima bo'ldi? Kuchli reaksiya oldi, ko'ryapmiz. Tepadan ham reaksiya oldi, bu yoqqa berdi mana. Bu haftalik time frame'da ko'rsatganim uchun sizlarga kichkina time frame'da ishlamaydi degan tushuncha paydo bo'lib qolmasin. 1 soatlik time frame'gacha ishlatsanglar bo'ladi. 1 soatlik time frame'dan kichkinasi uje ma'no yo'q. 1 soatlik time frame'dan kichkinasi, eng kichkinasi 1 soatlik time frame hisoblanadi. Xullas, mana bu joydan reaksiya oladi deb kutgan edim. Vot, reaksiya berdi. Mana bu reaksiya olib bo'lgan go'zal ishlagan levellarni olib tashlasak bo'laveradi. Mana bu joydan reaksiya oldik. Bu joyni ham o'chiramizda. Mana bu joyga qo'yishimiz mumkin tak. Line chartga oladigan bo'lsak, vot, mana bu levelni ko'ryapmiz va mana bu joyni ko'rishimiz mumkin. Mana bu joydan reaksiya berish kerak deb ishongan edim. Afsus, bu joydan ham reaksiya berdi shekilli. Haftalik time frame ichidagi holat bo'yicha reaksiya bergan bo'lishi kerak. Buzib o'tdi. Bittada buzib chiqib ketibdi reaksiya, значит, u joydan yo'q ekan. Reaksiya yo'q ekan, lekin darsh davom etaylik, ketdi. Mana bu joydagi levellarimiz allaqachon ishlatib bo'lganmiz, ishlab bo'lgan, shuning uchun u joylardan hozircha level olmadim. Eng ishonib turgan levelim hozir mana bu haftalik time frame'da eng katta qarshilik zonasi hisoblanadi va o'shunga o'xshagan level mana bu joyda ham bor ekan. Bu joyda bir marta ishlatdik shekilli adashmasam, lekin hech qanday svecha ko'ringancha yo'q. Mana shu joydan reaksiya berish kerak. Davom etaylikchi. Reaksiyani ko'ryapsizlar? Qaranglar, reaksiyani bo'ldi. Xullas, mana bu joyda ham bor ekan himoya zonamiz. Darshga ko'raylikchi nima bo'lar ekan. Даже mana bu joyda himoya zona ham ishlayapti. Mana bu joyda ko'ryapsizlar? Ketdi mana reaksiya yana sizlarga. Xuddi shunga o'xshagan reaksiyalar mana bu joyda sveji zona va mana bu zonani olishimiz mumkin. Va mana bu zonani ham belgilab olishimiz mumkin. Kulli time frame'ga o'tib turib, mana bu yuqoridagi zonalarga e'tibor beramiz. 4 soatlik time frame'ga o'taylikchi, nimalar bo'lyapti ekan?
4 soatlik time frame bo'yicha oxirgi misolim mana shu yuqoridagi qarshilik zonalari katta ehtimol bilan ishlashi kerak. Tak, tushib ketdi-yu bozor pastga. Xo'p, turkuli time frame'dagi holatini ko'rib qo'ya qolamiz. Yo'q, dars tushib ketibdi bozor. Lekin haftalik time frame uchun kelgusida mana shu joydan reaksiya bo'lishi kerak. Birinchi leveldan bergan reaksiyasini qaranglar. O'ta go'zal snayperskiy vhod prям. 0 pips, даже 2-3 pips ham zararga yurmagan. Prosto mana shu yerda sell limit turgan bo'lsa, o'ta go'zal ish qilib yorgan bo'ladi. Birinchi level ishladi, ikkinchi, uchinchi levelimiz ishlashi kerak degan fikrdaman. Dash ko'ramiz. Aynan ana o'shandek qarshilik levelimiz mana bu joyda ham yangi paydo bo'ldi. Line chartga oladigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin mana bu joydagi qarshilikka. Imminni mana bu va mana bu joy mening fikrlashim bo'yicha sellga reaksiya berish kerak. Vot mana bu joyda bergan. Sell limit turgan bo'lganda ham где-то mana bu yoq 200 pips olishimiz mumkin. Tepadagi levelimiz ham vot chiqdi, pastga tushib, birinchi ko'tarilishdan oldin birinchi pastga tushib reaksiya bergan. 1 soatlik time frame ko'ramiz hozir. Qaranglar. Vot mana birinchi kelgan level paytida, mana bu birinchi kelgan joyi, ana o'sha katta time frame'dagi reaksiya beryapti. Sell limit 80 pips profit. Ikkinchisi mana bu joyda reaksiya ko'rishimiz mumkin. Uchinchisi mana yana reaksiya. To'rtinchisi uje da buzib chiqib ketgan tepaga, lekin birinchi, ikkinchi urinishlarda uje reaksiyani berganini ko'rishimiz mumkin. Oxirgi misolni ko'rib qo'yaylik. Oxirgi misol mana bu eng katta time frame, eng katta qarshilik level. Ko'ramiz u joydan qanday reaksiya. Vot mana. Mana sizlarga reaksiya, mana sizlarga bozorda holati. Normalniy katta reaksiya olishimiz mumkin mana bu joydan. Shunaqangi holatda himoya va qarshilik zonalarini belgilab olishimiz va bulardan bozordan foydalanishimiz mumkin. O'ylaymanki, berayotgan ma'lumotlarim sizlarga foydali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar o'rtoqlar. Fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Tushunmagan savollar yoki tushunmagan joylar bo'lsa, e'tiborlar uchun juda ham kattakon rahmat.